musofirlik vaqtida, ya'ni 90 kilometr, ba'zi rivoyatlarda 110 kilometr uzoqroq borganda odam musofir bo'ladi. Mana shu musofirchilik davrida gunoh qilsa nomay a'moliga yozilmaydi degan joy yo'q, birodar. Yoki biror bir kitobda shunaqangi joyini o'qib qo'ygan bo'lsangiz, kelinglar, bizga ham o'rgatinglar. Biz shuni ham bir bilib olaylik. Shunaqa joy bo'lmasa, nimaga biz musofir bo'lgandan keyin dinni ham, ibodatni ham, halol va haromni ham, zino yu nikohni ham esdan chiqarib xohlagan ishimizni qilyapmiz bugun? Yoki ba'zi bir kitoblarda musofir holatda gunoh yozilmaydimi degan joy bormi? Nega bunday qilyapti bizlarni insonlarimiz? Shuning uchun Alloh taolodan panoh so'raylik.